Millionlagan dollarlar o'zidan o'zi paydo bo'lib qolgan pullarni hammasini bir chekkaga qo'yib, o'zini noldan qurishga harakat qilib yurgan yoshlar haqida gaplashadigan birinchi videomiz. Videoga tushish kerak odam uxlab qolgan, kutib turibdi shunday. Yaxshimisiz? Birinchi videomizni o'zimiz uchun yaqin bo'lgan, bemalol gapira oladigan, bemalol gaplasha oladigan birodarimiz Islombek bilan boshladik. Islombek o'zi haqida ozgina informatsiya beradi, qolgan qiziq narsalarni men video davomida aytib o'tib ketaman xohlisi. Islombek, o'z haqingizda ishlar, bizneslar. Xo'p, aka, Islombek yosh, endi o'sib kelayotgan, keyin tajribasi bor, ancha kuchli hojiboshlardan biri. Ilmiga ega, hali o'sib kelayotgan degan endi boshlagan emas. Balkim 4 yil, 5 yildan beri mana shu sohada yurgan Islombek. Undan tashqari boshqa Umra направленияda undan tashqari narsalarni arenda berish bo'yicha ham yangi o'zimizni ustimizda ishlab kelayotgan odamlar tinim bilmaydigan shu yosh Kadir Islombek bo'ladi. Zo'r. Bunaqa tarafni men bera olmasdim. Aka, o'zim haqida so'rang, men o'zim aytib beraman. Xullas, Islombek oddiy til bilan aytganda umra boshlig'i ham qiladi. Ko'plagan insonlar shu ibodatlarni to'g'ri qilishligida va ko'plagan savoblarni olib kelishligida ham yaxshi yordam beradigan va yo'l ko'rsatadigan inson. Ikkinchi, hozir yangi boshlagan biznesi bu narsa yangi, yaqinda boshlandi. Palatkalar, yana shunga o'xshagan ko'p invertorlar arendaga beradi. Tushunishim bo'yicha. O'zim ham adashmasam shu poxodlarga ancha qiziq. Shunaqa, qiziqqanim uchun odamlar ko'pchilik misol o'zimdan boshlanganda aka, tabiatga chiqib bir palatkalar bo'lsa, maza qilib davom etaversam, o'shdan topolmadim. O'shda keyin xudo xolisa mana birinchilardan bo'lib ochdik. Bundan keyin bunda hali to'xtash yo'q. Yana boshqa biznes ideyalarimiz ham bor. Xudo xolisa qilib boramiz. Bugungi videomiz Islombek banalniy gaplar bo'lib qolmasligi uchun yoki oldi qochdi gaplar bo'lib qolmasligi uchun iloji boricha biznes atrofida bo'ladi. Va biznesga bizni yoshimizdan, bizni holatimizdan, noldan nimada qilishga harakat qilayotgan insonlar holatidan kelib chiqib baho berib gapirishimiz kerak. Al-Fajr haqida ozgina aytsangiz. Xo'p, Al-Fajr aka, 1 yildan beri mana ishlashib kelyapmiz. O'zimiz mana firmamiz shu nimada Anjan ko'chamizda joylashgan. Fajr Travel o'zimiz akamizniki, yaqin akamizniki bo'lganligi uchun billalashib, shu ishlashib mana 1 yildan beri kelyapmiz. Xudo xolisa rejalari yana ham katta. Bu yil ham Xudo xolisa Fajr bilan boramiz aka. 3 yil, 4 yil mobaynida biz boshqa bir firmani ish boshqaruvchisi bo'lib ishlaganmiz Madina va Makka shaharlarida. 1 yildan beri mana o'zimizning firmamizda Fajr Travel'da xizmatlarni ko'rsatib boryapmiz. Hozir eng asosiy masala, eng asosiy savol sizning ishingizga, mana shu umraga ham yoki-da yangi boshlagan ishingizga ham mediani yuritishingiz, Instagram, TikTokingiz borligi yoki-da YouTube'ga qanaqadir kontent qilgan bo'lsangiz, mana shular qanchalik ta'sir qilgan, shu haqida ham ko'proq gapirishimiz kerak. Aka, juda katta ta'sir qilgan. Boshi qanaqa bo'lgan? Boshi endi boshda video qo'yganman aka. Qo'yaymi, qo'ymaymi deyish bilan birinchi boshlangan. Endi meni video qo'ysam kim ko'radi? O'zi buni qayerdandir, kimdandir haligi nima qilganmisiz? Nima deydi? Motivatsiya olganmisiz? Ne to что motivatsiya, balki-da ko'rib kimdir qilishing kerak deb majburlaganmi yoki-da o'zingiz tushunib yetib turib bu narsaga kirishdingizmi? Aka, men birinchi borganimda umraga, men umradagi problemalarni ko'rganman-da. Odamlar misol boradi, nima uchun o'zi samosiyasini borib turib ibodatini qilib kela olmasligi kerak? Nima uchun shu bitta hoji oshiga bog'lanib qolish kerak degan ma'noda men shu o'ylanib turib, nima uchun men video qilmasligim kerak? Shu men birinchi chiqargan videolarim aka, odamlar hammasi borsin, o'zi ko'ra olasin. Misol ba'zi hoji oshilar bor, ilmi yo'q yoki-da bir olib bormaydi unaqa yerlarga. Shularga bo'lsa ham deb borganda, maza qilib bitta borganda ibodatini qilib kelsin deb qayerda nimalar joylashganligi haqida video tortaman degan maqsad bo'lgan. Shu bilan endi ishimiz boshlangan. Meni tushunishimcha, ba'zi holatda uzr gapingiz bormi? Bemalol. Hoji boshlar ilmi bo'lsa ham charchab qolishi yoki bu yerda 50 ta 60 ta odam bor, kimgadir aytgan gapi kimgadir yetmay qolgani sababdan ko'pchilik qayerga nima sababdan borayotganini tushunmasligi mumkin. Siz xohlagansiz, prям shunaqangi foydali informatsiyalar bering. Umra boshi gapi u odamga yetib kelmasa ham, lekin bilsin o'zi uchun qayerga, nimaga bordi, qayerga safarga bordiki, qayerga ibodatga bordi, mana shular haqida. Bu boshida demak siz Instagramda biznes uchun emas, odamlarga foyda bo'lishligi uchun boshlagansiz. Aka, men har sohani, masalan, hozirgi palatka ishi bo'ladimi, umra ishi bo'ladimi yoki ana shu kontent ishim bo'ladimi, birinchi maqsad odamlarga foyda. Hali bu oldi qochdi gap emas. Lekin real narsa bu endi kattalardan eshitamiz, qachonki sen odamlarga foydang tegadi, keyin ashundan sen daromad qilishni boshlaysan. Maqsad asosiy bu haligi biznes yo bir pul topib emas.
chista Instagramda odamlarga mana shu foydam tegib qolsin, odamlar mana shu bilib qolsa, menga eng shu narsa o'zi maza beradi deganda shu maqsadda boshlayman. Yaxshi, zo'r. Birinchi boshlangan momentda qanaqa problemalar bo'lgan? Qo'rqinch. Masalan, ba'zida bo'ladi shunaqa holat, uydagilar sizni yaxshi ko'radi, uydagilar sizni qo'llashga harakat qiladi, lekin bu media yangi narsa-ku. Sovetda odamlari balki tushunmasligi mumkin, balki dinda kuchli bo'lgan odam qanaqadir yoqimsiz blogerlarni ko'rib, siz Instagram yuritishingizni boshlaganingizga, meni o'g'lim ham endi shunaqa bo'lib qolarmikin degan balki reaksiyalar bo'lgandir. Balki o'rtoqlaringiz ichida sen ham boshlabsanda, haligi oldi qochdi gapirishdi degan bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlardan bir qiziqlarini aytib bering, ko'pchilik shuni eslatib yuborsiz aka. Bo'lgandi, albatta bo'lgandi. Endi birinchi video qo'yayotganimda o'zimda haligidaqa bo'lgan, samachuvstvoy haligi qo'rqaman, endi qanaqa bo'lar ekan, mendan chiqarmikan, bo'larmikan deb qo'yganman ham videoda. Birinchi TikTokka boshlaganman aka. Birinchi u paytlarda bizni shaharliklar, bizni mayerdagilar o'shalar hammasi TikTok ko'rishardi. Instagram unaqa populyar emas edi. Endi hozir mana Instagram zo'r ekan, shu TikTok aka bitta ko'tarar ekan, bitta tushirsa tushib olar ekanman, men tushunishim bo'yicha. Keyin TikTokga qo'yib boraverganman. No odamlar baribir aytgan haligi nimalar bo'ladi-yu, nima deb qattiq unaqalarni hayterlar, aytaveradi. Sen ham endi boshlaysan, siz aytasiz, ash kunlar menga esimga tushdi-da. Qo'y endi hech bo'lmasa sen qolovding, mana shu narsani chiqarmagan. Endi biz haligi diniy mavzuda chiqqanligimiz uchun ko'p ham unaqa narsa bo'lmagandir ham balki-mu. Baribir uydagilarim tomonidan, boshqalar tomonidan qo'y nima qilasan deganday qilishgan, ammo baribir qaysi holatda bo'lganimiz bilan biz podдержка qilib kelishyapti mana shu kungacha, alhamdulillah. Buni aka foydasini men juda katta deb o'ylayman. Shu Instagram, TikTok, YouTube'da ishlatishingizdan oldin deylik 10 ta odam balki sizni tanir edi, umravoshlar bo'lib berardi. Islombek, bu 10 ta odamni siz olib borasiz deb. Endi hozir shunaqa holat bo'ldiki, 10 ta odam kelsa, balki 90 tasi men Islombekda bormoqchiman deyishi mumkin. Shu o'sish qanchalik bo'ldi? Qanaqa bo'ldi? Necha barobar bo'ldi? 90% yoshlar, молодежьlar, kelgan mana bu o'rta yoshdagi insonlar hammasi Instagram ko'rganligi uchun ular постоянный klient bo'lib qolgan. Keyin Instagramda bitta zo'r yerini aytayman aka. Instagramga misol biz video tushiramiz-ku, xuddi o'zini farzandidek, o'zini ukasidek, o'zini akasidek, anaqa yaqin tutadi. Biz hatto u odam tanimasak ham kelib turib, yaxshimisiz deb turib, tanigandaqa kelib turib ko'rishadi. Shu odamga haligi nima deydi, kayfiyatini ko'taradi. Xo'p, Islombek, qarang. Instagramda biznes uchun foydalanyapmiz. Shu kungacha определенный summa, определенный foyda olib kelyapti bizga. Endi mana shu media, mana shu Instagram puldan boshqa nima yana sizga foyda olib keldi? Qanaqangi sizga deylik, balki hayotingizda qanaqadir o'zgarishlar, balkida kimnidir rozichiligi, balkida kimnidir hayotini o'zgarishiga sabab bo'lgandir. Shu narsa haqida aytib bering. Baribir biz tan olishimiz kerak. Media hozir shunaqangi joy, agar siz mediada o'rningiz bo'lsa, kimnidir hayotini 190 gradusga o'zgartirib yuborishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam, mana kechagi kuni O'shda bir yomon holat bo'ldi. Определенный odamlar ayollarni yig'ib qanaqadir partiya qilib berdi. Bu narsaning orqasidan qaysidir oilalar buzilib ketdi. Qancha odamlar ularni deylik qilgan ishi yomonligi haqida ochiq aytib bu narsani обсуждать qilishdi. Endi Allohdan duo qilib so'raymiz, bunaqa xatoliklar bo'lmasin, qaytarilmasin. Lekin bunga ham sabab media demoqchiman-da. Albatta. Shu haqida aytsangiz ozgina. Asosiy maqsad bu yerda aka shu odamlarga foydamiz yetkazib qo'yaylik. U yerga borgan odam qayerda namoz o'qishligi kerak, qayerda o'qimasligi kerak, qayerda odam xato qiladi, qayerda to'g'ri ish qiladi. Mana shular haqida biz yetkazib yuboraylik, odamlar foydalana olsin, mana shu bo'ladi. Keyin umra haqida. Endi mediani yomon taraflarini ham aka o'zingiz ko'rdingiz. U ko'rib juda afsusdan butun shaharimiz sharmanda bo'ldi endi bunday aytganda aka. U qarang, mediada ozgina bir noto'g'ri ma'lumot yetkazib qo'yiladi yokida bir mana shunday bir narsalarni, videolarni olib chiqilinadi. Aka, bu narsa bor-ku, bitta ularga emas, yo bitta bizga emas, balki butun shahardagi, hatto sizni oilangiz, meni oilamgacha ham bu narsa kirib kelish xavfi bor-da. Bular mana maza qilib o'tiribdi-yu. Bular mana maza qilib yashayapti-yu. Biz ham shunaqa qilib yashasak bo'lmaydimi? Biz ham shunaqa qilib o'tirsak, lekin ularni yana miyasi zaharlanmayapti mana shunaqa yomon videolar oqibatida, yomon narsalar oqibatida. Men ham borib kelsam bo'lar ekan. Mana boshqalarning ayollari yuribdi-yu. Mana boshqalar oilamizgacha kirib kelmasligi uchun bu narsalarda aka bo'ldi. Mana o'zi eshitganmi, o'zi akalarimiz eshik yurib, seni ayoling ekan mana bu, Allohdan qo'rqmaysanmi? 30 salab borishib nima qilishganda, bo'ldi endi qaytib bunaqa ish qilmaymiz deb turib va'da berishgan. Bu va'dalarni ovozlarigacha keldi masalan bizga-da. Qaytib qilishmaydi ham, qilishmasin ham.
Bu o'zi shaharimizga juda katta isnod ham bo'ldi. Shuning uchun aka mediadan imkon boricha to'g'ri foydalanishimiz kerak. Ko'pchilik mana shu sohaga kirmayotgani uchun va qo'rqayotgani uchun qanaqa qilib qadam bosay deb turib o'ylanib turganligi uchun ham shu muammolar kelib chiqyapti-da. Agarda hamma bu mediani to'g'ri ma'noda ishlatsa, siz aytmoqchi, hayotini 99% ga o'zgartirib olish imkoniyati bor-da. Endi bilaman, ayollar shunaqangi ayollar bor, mediasini, Instagramni ishlatadi, yuzini ko'rsatmaydi, qanaqadir pishiriqlar pishiradi, retseptlarni sotadi, shuning orqasidan pul topadi. Ba'zi ayollar dars o'tadi va bu darsidan o'quvchilarini ko'rsatadi, o'zini ko'rsatmaydi-da, o'quvchilari qanaqa rezultat qilayotgani, balki yosh bolalarni o'qitsa, ular nimanidir yodlayotgani, shunga o'xshagan holatlar. Endi ba'zi ayollar to'g'ridan to'g'ri o'zini aniq ko'rsatib va u yerda maksimalni chiroyli ko'rinib, maksimalni odamning e'tiborini tortadigan darajada chiqib, Instagramini yurityapti-da. Bu narsa to'g'ri emasmikin deb agar ulardan qiziqadigan bo'lsangiz, meni ishim shunga bog'liqda, men shuni orqasidan pul topaman. Men deylik, agar Instagramga bu narsalarni olib chiqmasam yoki qaysidir tovarini sotayotgan bo'lishim mumkin. Tovarimni olib chiqmasam, klient kelmaydi degandaqa javob berishligi mumkin. Shu narsaga sizni fikringiz qanaqa? Nima baho berasiz? Aka, men ayol kishini, endi ayol kishi baribir kimdir opasi, kimdir singlisi, kimdir ayolida, endi ko'pchiligini eri ham bo'lsa kerak. Bu o'zini chiroyini olib chiqyaptimi yo o'zini tovarini olib chiqyaptimi-da, misolda. Ana shu tomonlari bor-da. Men endi bu o'zi meni qarashim, to'g'rimi? Meni ko'z qarashim, shaxsiy fikrim. Meni shaxsiy fikrimga keladigan bo'lsak, men mutlaq qarshiman. Bunga o'zi biz domlalar ham mumkin emas ayollarda chiqishligi bunaqa holatda. Lekin men ko'ryapman, haligi endi aytsam reklama bo'lib qolmasin, shu ba'zi bir ayollar bor, umuman qomatini ham, nima holatini ham, o'zini ham, yuzini ham ko'rsatmaydi. Faqatgina shu nimalarda, hattoki muzikalar ham qo'ymaydi. Shunaqa holatda kontent olib boradi. U ham mana million prosmotr olyapti. U ham bir necha mingta odam ko'ryapti. Odam обязательно o'zini chiroyini ko'rsatib, boshqa bir erkaklar, hamma erkaklar ko'radi, uni qanaqa maqsadda ko'ryapti, qanaqa ma'noda ko'ryapti, tovarini ko'ryaptimi, boshqa narsasini ko'ryaptimi? Tushunarsiz bo'ladi. Endi ochiq gaplashadigan bo'lsak-da. Shunaqa. Shuning uchun aka, har birimiz shaxsiy fikriga ega odamlarmiz. Har birimiz biz uchun nima to'g'ri, nima xatoligini, qarorini bilib bo'lgan odamlarmiz. Va bu narsa haqida agar bizdan so'rashsa, albatta bu narsani aytamiz. To'g'ri emas, to'g'rini to'g'ri. Bu biz uchun. Balki ular uchun to'g'ri, ular o'zini holatini bilib, dalsha yashab ketsa bo'laveradi. Mana biz ko'pchilikga aytamiz, har bir ishda shu ishni egasidan ilmini olish kerak. Albatta. Biz media bo'yicha odamlarga mana shu ilmni beraylik deb o'tganda trening o'tdik. Treningda 100 ga yaqin odam qatnashdi. Reaksiyalar ham zo'r bo'ldi. Odamlar haqiqatda o'zlari bilmagan narsani o'rgandik deb yaxshi положительный отзывlar berdi. Bu narsani yaqinda yana qaytaramiz, xudo xolasa. Shu 15 kun, 20 kun balki video chiqqandan keyin yana bir marta trening qilish niyatimiz bor. Treningdan keyin ana shu biznes egalariga, biznes yuritayotgan yoshlar bo'lsin, kattalar bo'lsin, o'zini lичный brendini quraman deganga ham, produktini mediaga olib chiqib, produktini reklama qilaman deganga ham va aynan mana shunaqa yuzini ko'rsatmasdan biznesini yuritaman degan ayollarga ham to'g'ri keladigan kurslarni qilamiz, xudo xolasa, va bu narsani ilmini odamlarga o'rgatamiz. Nima deb o'ylaysiz? Balki agar siz boshida deylik, qaysidir odamdan ilmini o'rgangan bo'lganingizda, hozirgi natijaga 2 yil, 3 yilda emasda, balki-da 5 oyda, balki-da 3 oyda, balki-da 1 yilda yetishingiz mumkinmidi? Shunaqa holat bo'lishiga nima deysiz? Aka, to'g'ri, juda zo'r narsa-da mana shu narsachi. Qani endi men orqaga qaytib olsam deydi-ku. 2 yil, 3 yil umr ketib olganda ko'pchilikda shu muammo bor. Ko'pchilikda 99% odamlar desam adashmayman, mediani boshlaydi-yu, menga o'xshab. Mana men ham boshlaganman-da. Birinchi qo'yasiz, yaxshi uchadi. Ikkinchi qo'yasiz, uchadi. Keyin bitta tushib ketadi. Axvat degan narsasi. Uni ko'tarishli aka bilmayman, odamda nasriyanga bo'lish kerak. Bo'ldi, shu bilan aka, shu axvat tufayli, kelgan ishlarimiz tufayli 1 yilga aka Instagram tashlab qo'yganman. Bu juda katta zarar bo'lgan. Agar menda ashunda bir muallimim bo'lganda, shu bir sizga o'xshagan inson bo'lganda, uka, mana qiling, mana qilish kerak deb turib, направлениyalarni to'g'rilab qo'yganda bor-ku, bundan ham ko'ra yaxshiroq natijaga erishgan bo'lardi. Bu endi o'zimiz xatoyimiz. Shunaqa xatoni takrorlamaslik uchun odamlarga chissa maslahat beraman aka. Shunaqa narsada achinmaslik kerakda, borishi kerak. Ketsa bir kun vaqt ketar, ketsa bir hafta vaqt ketar, bir oy vaqt ketar. O'zini ustida professional bo'lish kerakda. Chunki mana biz umra sohasida ishlaymiz. Umra sohasida bo'lish uchun biz yetarlicha ilm olganmizda, yokida bir mana boshqa bir sohani o'rganyapmiz. U sohada ham yetarlicha ilm olib turib bu sohaga kirib kelyapmiz. Bu media ham xuddi shunaqa narsa deb o'ylayman men. Buni ham agarda
o'zini egalaridan, o'zini ilmli odamlardan o'rganmas ekansiz, siz boshlaysiz, 1-2 videongiz uchib qoladi, 1-2 videongizni odamlar ko'rib qoladi, keyin yana qo'yasiz, nimaga bo'lmayapti deb turib yana yuraverasizda. Ish boshlagan odamning ko'z qarashi bilan bu Instagram, bu TikTok, bu YouTube haqiqatda biznesga o'zi ta'siri bormi, yo'qmi? Aka, ta'siri bo'lganligi uchun blogerlar boyib ketyapti-da. Mana misol uchun oddiy mana akam prokat bor-ku, prokat masalasida ham men endi ochiq gapiravering, tanish bilishim olgan yo'q mana shu kungacha-da. Olsa bitta ikkitasi oldi. Misolda kerak bo'lsa boshqasida, "Ya men senda emas, hozir men boshqasiga telefon qilib ko'raychi" deyapti. O'zingni nagli, o'zimni yaqin odamlarim, yaqin odamim aka. O'ylayaptim, o'zimga aytsam, "Yo'q, sen to'g'ri kelmading, boshqasiga qilib ko'raychi" deyapti. Qayerda boshqa bir tanishmas bo'lgan odamlar 95% To'lka mediadan hozir ish qilyapti. Har kunlikka bron bor, To'lka media orqali. Tanish bilish bo'lsa 5% bo'lsa, bor bo'lmasa yo'q. Oddiy musulmon palatka ishi. Umra sohamizda ham xuddi shunaqa aka. Media sohasini juda katta bu yerda foydalarini ko'rdik-da odamlarga. Biznesda asosiy narsa savdo bo'lganligi uchun savdoni birinchi eng kuchli potog olib keladigan yo'li hozir media. Endi biznes egalari o'zlari uchun ham mediani agar kirishkilarini o'rganmasa, o'zi yurgizmasa ham darja blogini, bu narsa ertaga ularga ziyoniga ishlashligi mumkin. Qaysi blogerni chaqirsam qanaqa reaksiya beradi bu? Effekt qanaqa bo'ladi? Yokida o'zi bloger kerakmi hozir? Yoki bironta ofitsiantni olib chiqqanim выгодныйmi menga degan hisob kitobini yokida hozir aynan qaysi reklama orqali odamlar menga kelishligi mumkin degan holatlarni agar o'zi tushunmasa tadbirkor, biznesmen, bu narsa unga ziyon bo'lib qolishligi mumkin. Shuning uchun ham tadbirkor odam, biznesmen odam hamma ishlarni ilmini o'rgangandan keyin mediani ham ilmini o'rganish kerak. Endi Islomбек yaqinda xudo xolasa qilamiz, aytganimdek, mana shu biznes treningda siz kelasiz. Xudo xolasa aka, endi bu ko'r safarda bo'lib qoldi. Rossiya borgim keldi. O'zimiz yaqin akalarimiz ham boribdi. Yaqin juda nima deb o'tirib berdi? Aka zo'r bo'ldi. Juda ham maza qildik. Foydali narsalari ko'p bo'ldi deb turib shunaqa bir nimalarni berishdi. Xohlasa shuning uchun ham shuning uchun ham tezroq bo'lsa, biz ham borsak, o'shtaligimizda xudo xohlasa bir oydan keyin sezonimiz boshlanadi. Bo'ladi, bir oyda ichida bo'ladi. Treningga alohida yana chaqiraman, yana videolar qilamiz, ularni ham xudo xohlasa qo'yaveramiz. Islomбек, agar yana ommaga nisbatan aytadigan fikringiz yokida ana shunaqa partiya qilishni o'ylab yurgan, balkida men buni bu yog'iga o'zim yetishim kerak deydigan ayollarga balki qanaqadir gapingiz bo'lsa, aytsangiz, oxiri shu bilan xudo xolasa tugatamiz. Mediani boshlayman degan odamlar diqqatiga bitta narsani aytib qolaman, qo'rqmang. Gazini bosing. Siz birovlarning fikrichi umuman muhim emas. Siz o'zingiz uchun o'zingiz harakat qilmasangiz, siz uchun birov kelib turib harakat qilmaydi. Akamizdan kelib turib foydali narsalarni o'rganib, yo rostdan endi hali bu gap nima qilishda emas. Foydali narsani o'rganib, foydalanib, o'zini ustida odam kuchayib borishida nima to'sqinlik qiladi? Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, u xatoni qayta takrorlamanglar. Bu narsa uchun duo qilamiz. Allohdan so'raymiz. Amin. Takrorlanmasin. Islomбек, rahmat. Salomat bo'lasiz aka. Suhbatlashib maza qildik. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat.